Assalomu alaykum qadrdonlar, aziz samarqandliklar. Bilasizlar, Almada G'izzavodi Toshkentda, Samarqandda Ulug'bekda birinchi bazamiz ochilgan. Xabarlar bor. Endi ikkinchi bazamiz hop Jomboy tumani Shayman shaharchasiga ochilgan. Xohlasanglar shtushni 10 dona desanglar 10 dona, 5 dona desanglar 5 dona kesanglar ortib beramiz. Jo'natib yubor desanglar jo'natib yuboramiz xohlagan joylarga. Xo'p, katta ob'yomda oladigan akalarimiz uchun bunaqangi furalarda yetkazib beramiz. Dastavka kranlari ichida o'zimiz tushirib beramiz. Kimga qancha kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, Alloh xolasa yetkazamiz. Aytgancha o'zi manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Xo'p. Manzilimiz bu tomoni Toshkentdan kelish, bu tomoni Samarqand shahariga ketish. Al-Buxoriyning svetoforga yetmasdi. Bu yerda